Assalomu alaykum. Arab tili ilmlariga endi kirib kelyapsizmi? Arab alifbosini o'rganishni boshlamoqchisiz yoki bir necha marotaba boshlagansiz, ammo qandaydir sabablarga ko'ra tugata olmagansiz. Shundaymi? Bugun men sizga atigi bir necha daqiqa ichida arab alifbosini 6 ta harfni o'rgatib qo'yaman va siz dars oxirida mana shu 6 ta harf ishtirokidagi har qanday so'zni bemalol o'qiy oladigan bo'lasiz. Qani boshladik. Arab tili haqidagi afsonalarni eshitganmisiz? Masalan, u dunyodagi eng qiyin til yoki bo'lmasam arab tilidagi ayn harfini talaffuz qilish juda ham azob yoki bo'lmasam har bitta harfni 4 xil ko'rinishi bor va siz o'sha 4 xil ko'rinishini yodlamaguningizgacha o'qiy olmaysiz degan har xil miflarni eshitgansiz. Lekin bularning hammasi o'quvchilarning o'zlari uchun o'ylab topgan bahonalar. Ilm olishda uni kimdan olayotganingizga qarang. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Muhammad Mo'ydinov, 36 yoshman. 17 yillik ilmiy va pedagogik tajribaga ega bo'lgan arab tili eksperti va tilshunosman. Shu kunga qadar 5000 dan ortiq o'quvchilarga onlayn va offlayn formatda arab tilini o'rgatdim. Bir necha marotaba C1 C1 va xalqaro at-tanal C2 sertifikati sohibiman va grammatikaga oid va mutolaaga oid kitoblar muallifiman. Arab alifbosida 28 ta harf bor va bugungi darsimizda sizlar bilan bularning 6 tasini o'rganamiz. O'rganmoqchi bo'lgan harflarimiz alif, ra, za, vav, dal va zal harflari. Nega aynan ushbu harflarni tanlab oldik? Sababi arab alifbosidagi harflar o'zidan oldingi va o'zidan keyingi harflarga bog'lanadi. Lekin bugungi tanlab olgan harflarimiz o'zidan oldingi harflarga bog'lansa-da, o'zidan keyingi harflarga bog'lanmaydi. Va bu alifboni endi o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilarga juda ham oson. Harflarning ismlari ham bor va ularning tovushlari ham bor. Ya'ni har bitta harfning ismini birinchi harfi uni tovushi hisoblanadi. Aytaylik, mana bu dal harfi va buning tovushi d. Yoki mana bu harfimiz ra harfi bo'lsa, buni tovushi r. Yoki mana bu harfimiz zay harfi bo'lsa, buni tovushi z. Demak, ushbu harflarni endi biz ismlarini bildik va endi biz bularni so'zlar ichida ishlatmoqchi bo'lsak va hammasi tabiiyki undosh harfga o'xshayapti. Misol uchun ra, mana bu z, mana bu v, mana bunisi d, mana bunisi z harfi bo'lsa, unli harflarsiz qanday qilib biz so'zlarni hosil qilamiz? Agar unli bo'lmasa, u so'zni tushunib bo'lmaydi. Aytaylik, oddiygina kitob so'zidan unlilarni olib tashlaydigan bo'lsangiz, KTB harflari qoladi va bu hech qanday ma'noni bildirmaydi. Yoki daftar degan so'zdan unlilarni olib tashlasangiz DFTR qoladi va bu bilan hech qanday ma'no anglashilmaydi. Arab tilida mana shu unli harflar bormi yoki unli harflarni bajaradigan biror bir boshqa belgilar bormi desa, belgilar bor deb aytamiz. Arab tilida harakatlar degan belgilar bor. Arab tilida nechta harakat bor? Arab tilida 3 ta harakat bor. Fatha, kasra va damma harakati. Shu o'rinda ajoyib bir taklif. Juda ko'pchilik o'quvchilar bizga murojaat qiladi. Men alifboni bilaman, o'qishni bilaman, ammo talaffuzlarim yaxshi emas. Ya'ni o'qishim juda ham sekin, yaxshi o'qa olmayman deb o'zimdan ko'nglim to'lmaydi. Shunga o'qish kursingiz bormi degan taklif bilan, ya'ni iltimos bilan chiqishadi. Bizda aynan mana shu kabi o'qish kursini tashkil qilganmiz. O'qish kursida 10 ta video darslar joylashgan va ushbu 10 ta video darsimizda siz o'qish davomida uchraydiganingiz muammolar haqida darslar tayyorlangan. Masalan, hamzalarni talaffuzi, vaslali hamza, qat'iy hamzalarni talaffuzi, so'zlarni bir-biriga bog'lab ketish masalasi yoki to'xtash qoidalari yoki aynan ayn harfi yoki bir-biriga nuqtalarda o'xshab ketadigan harflar yoki talaffuzda bir-biriga o'xshab ketadigan harflar. Ya'ni siz talaffuzda yoki yozilishida bir-biriga o'xshatib yuborishingiz mumkin bo'lgan harflarni bir-biridan farqlash bo'yicha maxsus dars qilganmiz. Kurs narxi atiga 99 ming so'm va ishonamanki, ushbu kursdan keyin sizdagi o'qish darajangiz kamida 20-30% ga yaxshilanadi. Kursni xarid qilish uchun pastdagi link orqali biz bilan bog'laning. Fatha harakati harfning tepasida kichkinagina belgi holatida keladi va u a unlisini beradi. Misol uchun aytaylik, mana bu alif, ammo bu alifni birinchi harfi a. Biz hali yuqorida aytganimizdek, birinchi harfi uni tovush vazifasini bajarib beradi, ammo alifda mana shunaqangi holat yo'q. Ya'ni alif birinchi harfi a, demak bu a harfi ekanda degan xulosani bermaydi. Faqatgina shu alif harfida
qachonki harakatlar kelsagina biz uni unli qilib o'qiy olamiz. Demak, aytaylik mana bu alif harfi. Tepasida mana bu belgi kelsa, demak biz buni a deb o'qiymiz. Yoki bunisi dal harfi. Agar uni tepasida mana bu belgi keladigan bo'lsa, ya'ni fatha kelsa, da deb o'qiymiz. Yoki bu harfimiz vav harfi, agar tepasida fatha kelsa, va deb o'qiymiz. Yoki mana bu harfimiz za, agar fatha bilan kelsa, za deb o'qiymiz. Bu harfimiz zal harfi bo'lsa, agar fatha bilan kelsa, nima bo'ladi? Va undan keyin a, za bo'ladi. Demak, fatha harakati harfning tepasida keladigan va unga a ullisini beradigan maxsus belgi ekan. Endi fatha harakatini harflarimiz ishtirokida ishlatib ko'ramiz. Misol uchun mana bu endi alif va alifning tepasida kelsa a deb o'qiymiz. Va undan keyin keladigan harfimiz aytaylik mana vav harfi va vav harfi ham fatha bilan kelsa va bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shib birgalikda o'qiydigan bo'lsak a va deb o'qiymiz. A va. Yoki mana bu holatda dal harfini tepasida kelsa da bo'ladi va mana bu alif bilan dalni birgalikda qo'shib o'qiydigan bo'lsak a da deb o'qiladi. Yoki mana bu harfimiz zay harfi va fatha bilan kelsa va alifdan keyin kelsa mana bu holatda o'qiladi. A za, aza. Yoki mana bu harfimiz zal harfi fatha bilan kelsa va undan oldin alif kelsa a za deb o'qiladi. Mana bu so'zimiz a ra. Ba'zi harflarimiz bor arab tilida, agar u harflarning tepasida fatha keladigan bo'lsa a deb emas, balki o deb o'qiymiz. Ana shunday harflardan biri ro harfi. Agar ro harfining tepasida fatha keladigan bo'lsa, ro deb o'qiymiz, ra deb emas. Demak, buni biz a ro deb o'qiymiz. Za va, zawa, va za, va za, ra da, rada, da ra, dara, a ra da, arada, a za da, azada, ra va da, ravada. Demak, harflarni yozasiz, tepasiga fathani qo'yasiz va birin-ketinlikda o'ng tomondan chap tomonga qarab o'qib ketaverasiz. Mana shu holatda. Ana endi navbatdagi harakatimiz kasra harakati. Kasra harakati ayni xuddi fatha belgisi, ammo endi harfning ostida yoziladi. Agar harfning ostida yozilsa, endi bu kasra harakati bo'ladi va bu i unlisini beradi. Fatha a unlisini bersa, kasra i unlisini beradi. Misol uchun alif bilan kelsa i, dal bilan kelsa di, ro bilan keladigan bo'lsa ri, zay bilan kelsa zi, vav bilan keladigan bo'lsa vi, dal bilan kelsa vi deb o'qiymiz. Endi kasra ishtirokida harflardan so'zlar yasab birgalikda o'qiymiz. A zi, zi da, a wi za, ra di, di zi, a ri da, ra wi da, za wi di. Navbatdagi harakatimiz domma harakati. Demak, domma harakati harfning tepasida kichkinagina vav harfining aynan o'ziga o'xshatib yozilgan ko'rinishi bo'ladi. Demak, u endi bizda u ullisini beradi. Domma harakati u ullisini talaffuzini beradi. Fatha a, kasra i, domma u ullisini beradi. Harflar bilan ko'radigan bo'lsak, alif bilan u, ra bilan ru, zu, vu, du, zu. So'zlar ishtirokida ko'radigan bo'lsak, a, zu, a, ru, zu,
ru, zu, wi, ra, za, wi, du, a, zi, du, u, ri, da. Demak, arab alifbosida 3 ta harakat bor ekan: fatha, kasra va damma. Endi doim ham mana shu harakatlar bilan kelmaydi. Aytaylik, harakatsiz holati ham bo'ladimi desa, bo'ladi. Unday holat arab tilida sukunli holat deyiladi va unda harfning ustiga sukun belgisi qo'yiladi. Sukun belgisi, ya'ni u harfdan keyin unli harf yo'q ekanligini bildiradi. Aytaylik, mana bu holatlarda az deb o'qiladi. Ya'ni bu yerda a fatha bilan kelganligi uchun a deb o'qilyapti. Z harfi sukun bilan kelganligi sababli bu yerda za yoki zi yoki zu deb o'qilmaydida, az deb o'sha harfni o'zini tovushini talaffuz qilamiz. Yoki zar, zar, bu yerda z fatha bilan kelganligi uchun za deb o'qiyapmiz, ammo ra harfi sukun bilan kelganligi uchun biz buni hech qanday unli bermasdan o'zini tovushini talaffuz qilyapmiz va zar deb o'qilyapti. Yoki id, id, bu yerda alif harfi kasra bilan kelganligi uchun i deb o'qiyapmiz, ammo dal harfi sukun bilan kelganligi uchun hech qanday unli bermasdan id holatida o'qiyapmiz. Endi birgalikda mana shu o'rgangan harflarimiz va 3 ta harakat va sukun ishtirokida biroz qiyinroq so'zlarni o'qib chiqamiz. Wizru, wizru. Vav harfi bu yerda kasra bilan keldi, za harfi sukun bilan keldi. Shu sababli wiz deb to'xtaymiz va undan keyin ra harfi damma bilan keldi. Wizru. Az va da, az va da. Alif harfimiz fatha bilan keldi, za harfimiz sukun bilan keldi, vav harfi fatha bilan, dal harf ham fatha bilan keldi. Id, war, du. Id, war, du. Alif harfimiz kasra bilan i, dal harfi sukun bilan id, vav harfi fatha bilan idva, ra harfi sukun bilan idvar, dal harfi damma bilan idvar, du.